Samarqandda ishonchli kompaniya orqali ota-onangizni Umra safarlariga yuborishni istaysizmi? Unda siz uchun ajoyib taklif bor. To'g'ridan-to'g'ri reys bilan Madina shahriga yetib kelasiz va Masjidul Nabaviydan 300 metr uzoqlikdagi Divan al-Hijra mehmonxonasiga joylashasiz. Madina shahri bo'ylab 4 ko'cha-yu 3 kunduz qulay sharoitlarda 2 mahal o'zbek milliy taomlari bilan ta'minlanasiz. Undan keyin esa Madinaning eng go'zal joylari Qubo masjidi, Xurmo bog'i, Uhud tog'i hamda Ravza-i Sharifga birga tashrif buyuramiz. Undan keyin esa Madina shahridan Makka shahriga qulay avtobuslar yordamida yetib kelasiz. Makka shahriga kelganingizdan so'ng Masjid al-Haramdan 2 kilometr uzoqlikda joylashgan Al-Jabriy mehmonxonasiga joylashasiz. Va mana shu yerda qulay sharoitlar ila 11 kun 3 mahal o'zbek milliy taomlari bilan ta'minlanasiz. Sayohat davomida Arofat tog'i, Hiro g'ori hamda Mino vodiysi sizni kutmoqda. Yana ham to'liqroq ma'lumot olish uchun hoziroq pastdagi tugmani bosib bizga aloqaga chiqing.